Marokashni mana bu kartasiga qarang. Ko'rinishidan oddiy xaritaga o'xshashi mumkin. Lekin yaxshilab e'tibor bersangiz, bu xaritada Marokash katta joyga ega. Agar internet xaritalarini yoki rasmiy BMT xaritasini qarasangiz, unda ko'rishingiz mumkinki, Marokashning yarmi chiziq bilan ajratilgan va bu joylarni xaritalarda boshqacha atashadi. Hozir sizlarga gapirib beradigan hikoyalarim va ko'rsatadigan video xaritalarimdan keyin rasman Marokashga kirishim taqiqlanadi. Marokash bu hududlarni o'ziniki deb da'vo qiladi, lekin butun dunyo hali to'liq bu yo'llarni tan olmagan. Shu sababdan Marokash hukumati bu haqida gapirib chiqqan yoki video ishlagan har qanday odamga 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosini belgilagan. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'rishga harakat qiling, chunki men Marokashga boshqa qaytib bora olmayman. Muhim savol shundaki, bu sahrodagi hududda nima borki, Marokash yillar davomida hamma qo'shnisi bilan urushib keladi va hatto shunchaki bu joy haqida gapirgan odamlarni qamashga tayyor. Marokashning asl tub aholisi berberlar, Amaziy xalqi hisoblanadi. Ular 10 ming yildan beri shu yo'lda yashab kelishadi. Oldingi ko'rsatuvda berberlarning hayoti va umuman Marokash madaniyatini ko'rsatib bergan edim. Agar o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, unda borib ko'rishni maslahat beraman. Xullas, o'tgan asrda ularni Ispaniya va Fransiya ikkiga ajratib olishadi. Lekin 1956-yilda Sulton Muhammad boshchiligida Marokash xalqi qo'zg'olon ko'tarib birlashadi va mustaqillikka erishadi va monarxiya, ya'ni qirollik davlat tuzumini yo'lga qo'yishadi. Keyingi qirol Hasan II davlatni rivojlantirish uchun bir nechta suv omborlarini quradi. Marokash Afrikada sahro muhitida joylashgani uchun u qurgan omborlar qishloq xo'jaligiga katta yordam beradi. Lekin shu bilan birga u avtoritar rahbar edi. Unga qarshi chiqqan har bir odam yoki siyosatchini qamoqqa olib, qattiq azoblab o'ldirib yuborgan. U shuncha dushman yig'ganki, uni o'ldirmoqchi bo'lib 2 marta davlat to'ntarishi o'tkazishgan. Keyin uni o'g'li hozirgi qirol Muhammad VI taxtga keladi. U kelish bilan Marokashni zamonaviylashtirishga harakat qiladi. Ayollarga ko'proq huquqlar, iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, logistika rivojlanishi, dunyodagi eng muhim savdo portlarining birini qurish, Afrikadagi eng tez yurar poyezd, dunyodagi eng katta quyosh energiyasi stansiyalaridan birini quradi va Afrikadagi eng ko'p turistlar keladigan joyga aylantirgan. To'g'risi, borganimda men hayron bo'ldim. Sababi Marokashda turistlar uchun deyarli hamma sharoitlar bor. Juda ham ko'p qiziqarli turlar, tadbirlar, xullas ular turistlarni jalb qilish borasida ancha ilg'orlab ketgan. Marokash hozirgi kunda turizm uchun eng ideal joylardan biriga aylangan. Aynan shu xavfsizlik va yuqori darajadagi sharoitlarni hisobga olib, biz ham o'zimizning mualliflik turimizga start beramiz. Davlatning rang-barangligi, xavfsizlik darajasi, umuman sharoitlar Afrikadagi eng zo'ri hisoblanadi. Bu turda men o'zim borib, birma-bir tanlab olgan joylari, Marokashdagi bozorlar, Sahroyi Kabrdagi tuyalarning ustida yurish, Festor ko'chalari yu Shefshafenning ko'k shahri, mahalliy to'yda qatnashish, har bir shaharda maxsus gid va eng muhimi, butunlay 5 yulduzli mehmonxonalar. Xullas, maksimum komfort. Bu tur haqida ko'proq ma'lumot olish uchun mana bu raqamlar bilan bog'laning. Tushunishingiz uchun, Misr ham Afrikada joylashgan va piramidalari bo'lishiga qaramasdan odam tashrifi bo'yicha Marokashdan orqada qolgan. To'g'ri, Marokashning o'ziga yarasha minuslari ham bor. U haqida oldingi videoda ko'rsatib bergan edim. Tashqi siyosatda ham ular Amerikani eng yaqin ittifoqdoshlaridan biri, Yevropani esa Afrikadagi eng yaqin do'sti. Lekin qiziq tomoni, Marokashning hamma qo'shnisi bilan muammosi borligi. Xo'sh, bunga sabab nima? Agar xaritaga qarasangiz, bu hududlarni G'arbiy Sahroyi Kabr deb yozilganini ko'rasiz. Boya aytganimdek, Marokashning xaritasiga ko'ra bu hududlar Marokashga qarashli. Xo'sh, G'arbiy Sahroyi Kabr kim o'zi ular? Bu hududda yashaydigan aholi sahraviy deb ataladi, ya'ni sahroliklar. Ularning tarixi Marokashnikiga o'xshashib ketadi. Tub aholisi berberlar, arablar va afrikaliklar. Islom xalifaligi davrida islom dini kirib keladi va hozirgacha saqlanib qolgan. Qiziq tomoni, 11-12 asrda bu odamlar katta kuch to'plab Marokash va Ispaniya hududlarini egallashgan. Ya'ni Marokashning hozirgi aholisi asli o'sha yerlardan. Xullas, oradan yillar o'tgan, ular o'z hududida mustaqil davlat sifatida yashab kelishgan. Lekin ular ham Ispaniya mustamlakasiga aylanishgan va 1975-yilda mustaqil bo'lishgan. Keyin negadir Marokash o'zidan o'zi
bu hududlar bizga tegishli deb da'vo qilishni boshlagan. Marokashning argumenti shunaqa edi. Ispaniya u hududlarni bizdan tortib olgan va mustamlakadan oldin ular bizga tegishli deyishgan. Lekin International Court of Justice, ya'ni xalqaro adolat sudi ularga qo'shilmasdan bitta qabilalar bilan bo'lgan aloqa Marokashga butun hududni bermaydi deb aytgan. Tasavvur qiling, O'zbekiston Rossiya bostirib kirishidan oldingi holat. Uch xonlik va uni hammasida o'zbeklar boshqaruvdi. Sobiq ittifoq davrida bu bitta hududni 5 davlatga bo'lishgan va 91-yildagi voqealardan keyin ular mustaqil bo'lishdi. Marokashning mantig'iga ko'ra, O'zbekiston ham butun Osiyo hududlarini qaytarib olishi kerak. Hasan ikki esizdami? Shundan so'ng u 350 mingga yaqin aholisini volontyor sifatida o'sha hududlarga ko'chib borishni taklif qiladi. Bu voqea tarixda yashil marsh deb ataladi. Albatta Marokash buni qo'llab-quvvatlab turgan. Har xil subsidiyalar, ovqat, uy-joy, xullas bu hududni marokashliklar bilan to'ldirish uchun hamma ish qilgan. Lekin shu bilan birga bu hududlar uchun ancha investitsiyalar kiritib, infrastrukturalar qurishgan va shu bilan birga 30 mingga yaqin harbiylarni shu hududga ko'chirishgan. Endi o'zingiz sahraviy odamlarni o'rniga qo'yib ko'ring. Yillar davomida Ispaniyaga qarshi kurashib kelishadi va nihoyat ozodlikka erishganda boshqa davlat o'zini 30 mingga yaqin harbiy qo'shinini tanklar bilan yuboryapti. Sahraviy odamlari tank, bomba, otishmalardan qochib sahroning ichiga kirib ketishadi va Sadr davlatiga asos solishadi. Ularning qo'zg'olon guruhi Polisario Marokashga qarshi guerrilla war, ya'ni ur va qoch usulini qo'llab, ularga oziq-ovqat ta'minoti, logistika, xullas har qanaqa tomonlama ziyon yetkazishga harakat qilishadi va buni uddalashadi. Bunaqa urushdan charchagan Marokash sahroni o'rtasidan qum devor quradi. Tasavvur qiling, 3000 kilometr yerga deyarli 10 yil davomida qazib devor quradi va uni har bir hududiga mina bombalarini o'rnatib chiqishadi. Bu hudud rasman eng uzun minalashgan chegara hisoblanadi. Bu urush 16 yil davom etadi va 1991-yilda sulhga erishishadi. Unga ko'ra Marokash bu hududlarda ozodlik uchun referendum o'tkazishga va'da beradi. Lekin u referendum shu paytgacha hali bo'lgani yo'q va sahraviylik 173 ming odam Jazoir sahrosidagi qochoq lagerlarda yashab kelishmoqda. Agar Jazoir bu yordamini yaxshilik uchun qilyapti deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Jazoirning ham o'ziga yarasha sababi bor. Jazoir ham Fransiya mustamlakasi bo'lib 1962-yilda mustaqil bo'lib chiqishgan. Jazoir tarixi haqida bugun chuqurlashmaymiz. Sababi uni o'ziga bitta alohida video kerak bo'ladi. Faqat bugungi videoga kerakli bo'lgan joylarini ko'rsatib o'tamiz. Jazoir mustaqilligidan 1 yil o'tib, Marokash Jazoirga hujum qiladi. Sabab sifatida Jazoirning ikki hududi, Tinduf va Bashar viloyatlarini fransuzlar Marokashdan o'g'irlagan deb atashadi. Marokash yana xuddi o'sha bahona bilan urush boshladi, ya'ni mustamlakadan oldingi hududlarni qaytarib olish. Marokashning armiyasi kuchliroq edi, chunki ular 7 yildan beri mustaqil bo'lib kelishgan va Jazoir hozirgina Fransiyaga qarshi mustaqillik urushidan chiqqan edi. Oqibatda Marokash g'olib chiqadi va hududlarni egallaydi. Lekin Kuba va Misr Jazoirga yordam berib, qo'shin, tank va boshqa qurol-yarog'larni yuboradi. Jazoir kuchayganini ko'rgan Hasan II uzoq yillik urushni oldin olish uchun bu joylarni tashlab ketadi va Jazoir o'z hududlarini qaytarib oladi. Lekin albatta Jazoir bu voqealarni Marokashning xiyonatini, orqadan pichoq urishini eslab qoladi va keyingi voqealarga olib keladi. Marokash g'arbiy sahroyi kabi hududlarga bostirib kirgan paytda Jazoir sahraviy odamlar uchun boshpana bera boshlaydi. Marokash tortib olmoqchi bo'lgan Tinduf viloyati esizdami? Aynan shu hududga sahraviy qochqinlari uchun lager qurib joylashtirishadi. Lekin 1976-yilda Jazoir va Marokash qo'shinlari g'arbiy sahroyi kabi chegarasida to'qnashishadi. Unda Marokash g'olib chiqadi va bu voqealardan keyin Jazoir to'g'ridan-to'g'ri jangda yutqazishini tushunib yetadi. Shuning uchun ular sahraviy qo'zg'olon guruhi Polisario uchun qurol-yarog', pul va boshqa yordamlarni berib, proxy war, ya'ni Polisario orqali Marokash bilan urusha boshlashadi. 1991-yildagi Marokash va g'arbiy sahroyi kabir o'rtasidagi sulhdan keyin hamma yoq tinchiydi. Lekin 1994-yilda Marokash shahrida terror hujumi bo'ladi va Marokash bunga Jazoirni ayblab, ularni fuqarolari uchun viza rejimini joriy qiladi. Bunga javoban esa Jazoir 1600 kilometrlik chegarani butunlay yopib qo'yadi. Bu chegara hozirgacha yopiq. 2021-yilda bu holat yana ham yomonlashadi. Jazoir o'rmondagi yong'in 90 kishini o'limiga olib keladi. Jazoir bunga sabab sifatida Marokash va Isroil qo'llayotgan terroristik guruh uyushtirgan deb ataydi va Marokash bilan barcha aloqalarni uzadi. Endi o'ylashingiz mumkin, Isroil bunga qanaqa aralashib qoldi?
Bu voqealarning hammasida AQShning roli juda katta. Har doimgidek, Marokash mustaqillikka erishganidan keyin AQSh bilan yaqinlashishga harakat qiladi. Bu AQShga yoqib tushadi. Sababi sobiq ittifoq bilan sovuq urush orasida bo'lgan AQSh Afrikada ham ittifoqchi kerak edi. Shuning uchun ular Marokashga qurol-yarog' yetkazib beradi va hatto yashirincha G'arbiy Sahroy kabirini bosib olish uchun ruxsat beradi. Ispaniyaga agar aralashsa, harbiy yordamni to'xtatib qo'yish bilan dag'dag'a ham qiladi. Bilaman, oranglarda bu voqealarni hammadan yaxshi biladiganlar bo'ladi va kommentariyani videodan keyin to'ldirib yuborishadi. Shuning uchun har bitta videom tagida men ishlatgan manbalarni qoldirib ketyapman. O'zingiz uchun ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, endi voqealarga qaytamiz. Xullas, u yoqda bo'lgan voqealarda yashirincha Amerikani qo'li bo'lgan va hatto AQSh va Marokash 2004-yilda rasman xavfsizlik hamkori ham bo'lishdi. Lekin eng qizig'i 2020-yilda sodir bo'ldi. AQSh prezidenti Tramp Marokashga agar Isroil bilan aloqalarni yaxshilasa, G'arbiy Sahroy kabirini rasman Marokash hududi deb tan olishni taklif qiladi. Sizlarda ham shu savol bormi? Nega AQSh har doim Isroilga yordam berib, qo'polroq qilib aytganda orqasini ko'tarishga harakat qiladi? Albatta bu haqida bugun gaplashmaymiz. Shaxsan men conspiracy'ga ishonadigan odam emasman, lekin bu voqealarni ko'rgan istalgan odam shubhalansa kerak. Inglizchada bitta ibora bor, quid pro quo. O'zbekchada oddiyroq qilib shart qo'yish deylik. Menga buni qilsang, senga uni beraman. Bu holatda Marokash Amerikani taklifini qabul qilgan va Abraham Accordsga ko'ra Isroil bilan diplomatik aloqalarni yaxshilashni boshlagan. Shundan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti va hatto Yevropa Ittifoqi ham Marokashni qo'llashni boshladi. Har doim odam huquqi haqida qayg'uradigan Yevropa Ittifoqi nega Marokash yonini olmoqda? Agar xaritaga qarasangiz, Yevropa va Afrikani O'rta Yer dengizi ajratib turadi. Shuning uchun devor chegarani keragi yo'q. Lekin qaysidir sababga ko'ra Ispaniyaning eksklav shaharlari Ceuta va Melilla aynan Marokashda joylashgan va bu chegara Yevropa himoyasini qiyinlashtirib yuborgan. Chunki butun Afrikadan odamlar Yevropaga noqonuniy o'tishga harakat qilishadi. Misol uchun, kemalarda dengiz orqali, hatto suzib, lekin Ceuta va Melilla aynan Afrika hududida joylashgani uchun yerdan o'tish mumkin bo'lgan yagona joy hisoblanadi. 2024-yilning o'zida Ispaniya hududiga har xil yo'llar bilan 100 mingdan ortiq odamlar o'tishga harakat qilgan va 60 mingga yaqini buni uddalagan. 10 mingdan ortig'i esa vafot etgan. Tushunishingiz uchun, bu kuniga 30 kishi degani. Bu dunyodagi eng xavfli chegaralardan biri. Aynan yer chegarasiga keladigan bo'lsa, bu yoqda deyarli 7 qavat chegara qurilgan. Har bir chegarasi har xil sensorlar o'rnatilgan. Unga yaqinlashsangiz bo'ldi, harbiylar paydo bo'ladi. Undan tashqari kamera, dron va yuzingizni aniqlaydigan sun'iy intellekt ham bor. Lekin shunga qaramasdan har kuni odamlar bu chegaradan oshib o'tishga harakat qilishadi. Shuning uchun Yevropa Ittifoqi 2004-yildan beri Marokashga pul berib keladi. Chegaralarni qattiq qurshab, hech kimni o'tkazmasligi uchun. Tasavvur qiling, 100 minglab butun Afrikadan kelgan odam Marokash hududida lager qurib olishadi chegaradan o'tish uchun. Marokash harbiylari esa ularni urib, turtib, boshqa joylarga o'tkazib, yana sahroga qaytib yuborishadi. Shu orqali Marokash Yevropa bilan aloqasini yaxshilab olgan va o'z navbatida Yevropaga ta'sir ham o'tkaza oladigan kuchga erishgan. 2021-yilda Ispaniyaliklar G'arbiy Sahroy kabi yetakchisi uchun tibbiy yordam ko'rsatishadi. Bunga javoban Marokash chegaraga qarashni to'xtatadi va bir kun ichida deyarli 8 mingdan ortiq odam Ispaniyaga o'tib oladi. Shundan so'ng Yevropa Ittifoqi G'arbiy Sahroy kabi uchun Marokashni davosini qabul qila boshlaydi. Videoni boshidan beri bitta savol berayotgandirsiz. Bu yoqda nima borki, hamma shu sahrodagi joyni talashyapti? Va eng muhim savol, bularning barchasiga kim aybdor? Buni javobi har doimgidek boylik. 1963-yilda Ispaniyaga tegishli bo'lgan sahrodagi bu joyda dunyodagi eng katta fosfat konlaridan birini topishadi. Tushunishingiz uchun, hozirgi kunda Marokash bu hududni qo'shganda dunyodagi 70% dan ko'proq fosfat miqdorini yetishtirib chiqaradi. Undan tashqari, uni qirg'oqlarida baliqchilik uchun eng zo'r sharoit bor. 1960-yilda BMT hamma mustamlaka hududlar o'z taqdirini o'zi belgilashga haqli deb qaror chiqaradi. Bu degani Ispaniya bu
hududda referendum o'tkazish kerak edi. Ular sahraviy odamlarga va'da berishadi, lekin referendumni cho'zib, deyarli 1975-yilgacha hech nima qilishmaydi va oqibatda o'sha Marokashning yashil marsh, ya'ni 300 mingga yaqin aholisi, 30 ming harbiylari bu hududga kelishadi. U paytda Ispaniya diktatori Franco o'lim to'shagida bo'lgan va boshini og'ritgisi kelmasdan bu hududda referendum o'tkazish o'rniga Marokashga berib yuborgan. Xullas, undan keyingi voqealarni ko'rdingiz, hamma o'yinchilar bilan tanishdingiz. Endi bu yog'iga nima bo'ladi? Marokash va Polisario o'rtasidagi sulh esingizda bo'lsa kerak. Unga ko'ra Marokash referendum o'tkazishni va'da bergan edi, lekin 2007-yilda ular referendum o'rniga bu hududlarni Marokash avtonom hududlari deb e'lon qilishni taklif qildi. AQSh, Isroil, Yevropa davlatlari buni qo'llashni boshlashdi. Oqibatda 2020-yilda Polisario Marokashning boshqa Afrika hududlariga chiqishni yo'lni yopib qo'ydi va yana o'zaro urushni boshlab yubordi. O'tgan yili AQSh senati esa sahraviyliklarni Eronga aloqasi borligini da'vo qilib, terroristik tashkilot deb e'lon qilishdi. Amerikaga qo'yib bersangiz, AQSh va Isroildan boshqa hammani terroristik tashkilot deb e'lon qilgan bo'lardi. Albatta, sahraviyliklarga Jazoir yordam berib turibdi. O'zi esa Rossiya va Xitoydan qurol sotib olib, Marokash bilan sovuq urushni boshlab yuborgan. Sababi Marokash ham AQShdan yangi qurollar sotib olishda davom etmoqda. Bu paytning o'zida Yevropa Marokashga bosim o'tkazib, Yevropaga qochib kirib olgan marokashlik va afrikaliklarni olib chiqib ketishni talab qilgan. Xullas, bu hududda siyosiy bosim juda katta. Rossiya va AQSh o'rtasidagi proxy war aynan shu yerda bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, Ispaniyaning bitta qilgan xatosi 50 yildan beri bir necha ming o'limlar, uydan quvg'in qilinganlar va keyingi katta urushga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin qiziq tomoni, Ispaniyaning o'zi islom davlatlari bilan juda yaxshi aloqada. Lekin bu haqida, ya'ni Ispaniyaga bo'lgan sayohatim haqida keyingi ko'rsatuvda gapirib beraman. O'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.